Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Medvedev Yevropa davlatlariga Oreshnik bilan tahdid qildi. Hammasiga Isroil aybdor. Eron bo'ylab dafn marosimlari o'tkazildi. AQSh Grenlandiyani Rossiya va Xitoydan oldin qo'lga kiritishi kerak. Tramp. Vladimir Putin siyosati qat'iylashmoqdami? Migrantlar salomatligi orqali nazorat kuchaytirilyaptimi? Isroil va Hamas G'azodagi janglarni tiklashi mumkin. Tankerlar Venesuela suvlarida AQSh taqibidan ommaviy qochmoqda. Isroil 10 yil ichida AQSh harbiy yordamiga muhtoj bo'lmaydi. Netanyahu. Sedanachi milliy brenddan yangilik. Erkaklar orasida keng tarqalgan muammo tez hojatga chiqish, bel va qorin og'rig'i, kuchsizlik va quvvatning pasayishidir. Bu oddiy charchoq emas, prostata muammosi. Prostamix tabiiy vosita. Prostata bezini sog'lomlashtiradi, erkak kuchini qaytaradi, sog'liq uchun esa xavfsiz. Batafsil ma'lumot uchun 55 513 99 99 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Medvedev Yevropa davlatlariga Oreshnik bilan tahdid qildi. Rossiyaning sobiq prezidenti va hozirda Xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari bo'lgan Medvedev Yevropa davlatlariga Oreshnik raketasi bilan tahdid qildi. Medvedev o'z sahifasiga Oreshnik ballistik raketasining uchirilgani aks etgan videoni joylagan va tinchlik kelishuvini amalga oshirilgach, Ukraina hududiga qo'shin yuborishga tayyor bo'lgan Yevropa davlatlariga ushbu qurol bilan tahdid qildi. U Moskvaning uzoq vaqtdan beri turib kelayotgan pozitsiyasini yana bir takrorlagan. Yevropadagi hukmron ahmoqlar baribir Yevropada urushni xohlashadi. Bu ming marta aytilgan. Rossiya Ukraina hududida bironta ham Yevropa yoki NATO qo'shinlari bo'lishini xohlamaydi. Shuningdek, Medvedev o'z postiga Lvov shahriga Oreshnik raketasi zarbasi aks etgan kuzatuv kamerasi kadrlarini ham qo'shib qo'ygan. Hammasiga Isroil aybdor. Eron bo'ylab dafn marosimlari o'tkazildi. Eronliklar so'nggi bir necha kun davomida qurolli tartibsizliklar paytida halok bo'lgan xavfsizlik kuchlari a'zolari uchun ommaviy dafn marosimlarida qatnashdi. Bu haqda Press TV xabar berdi. Qayd etilishicha, dafn marosimlari Shiroz, Qum va Hamadon shaharlarida bo'lib o'tgan. Eronning eng yuqori xavfsizlik organi so'nggi kunlardagi tartibsizliklarni AQSh va Isroil uyushtirayotganini ma'lum qilgan. Mamlakat Oliy Milliy xavfsizlik kengashi kotibi Ali Larijani AQSh prezidentining bayonotlari Eron xalqining hayotini izdan chiqarishiga harakat bo'layotganini tasdiqlashini aytgan. Norozilik dastlab iqtisodiy muammolarga qarshi boshlangan bo'lsa-da, keyinchalik Isroil tomonidan Eronni beqarorlashtirishga yo'naltirilgan. Eron xalqi allaqachon Isroilga qarshi 12 kunlik urushdagi kabi birdamlik namoyish etdi va bundan keyin ham barcha vayronkor rejalar bu birdamlik bilan muvaffaqiyatsizlikka uchraydi, deydi Larijani. Eslatib o'tamiz, 2025-yilning so'nggi kunlarida Eron poytaxti Tehronda mahalliy valyuta Eron reali qiymatining keskin pasayishi fonida norozilik namoyishlari boshlangan edi. Eronda 2 hafta avval boshlangan ommaviy norozilik namoyishlari tun bo'yi to'xtamasdan davom etib, butun mamlakat bo'ylab keng ko'lamli siyosiy norozilikka aylandi. Poytaxt Tehron va boshqa yirik shaharlarda minglab odamlar ko'chalarga chiqib, amaldagi hokimiyatga qarshi shiorlar yangratdi. Xavfsizlik kuchlari nazoratiga qaramay harakatlar tunda ham davom etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda namoyishchilar shoh davriga oid sher va quyosh tasviri tushirilgan Eron bayroqlarini ko'tarib yurayotgani, ayrim joylarda esa devorlarga shoh uzoq umr ko'rsin mazmunidagi yozuvlar bitilayotgani aks etgan. Rasmiy doiralar vaziyatni nazorat ostida ekanini bildirayotgan bo'lsa-da, ko'chalardagi kayfiyat va tarixiy ramzlarning qayta paydo bo'lishi jamiyatda chuqur siyosiy o'zgarishlar talabi kuchayib borayotganidan darak bermoqda. AQSh Grenlandiyani Rossiya va Xitoydan oldin qo'lga kiritishi kerak. Tramp. AQSh prezidenti Tramp Rossiya va Xitoy ta'sirining oldini olish uchun Qo'shma Shtatlar Grenlandiyaga egalik qilishi zarurligini bildirdi. U bu haqda o'quv jurnalistlar bilan muloqot chog'ida aytib o'tdi. Trampning so'zlariga ko'ra, agar AQSh hozir choralar ko'rmasa, kelajakda Grenlandiya Rossiya yoki Xitoy nazorati ostiga o'tishi mumkin. Biz Grenlandiya bo'yicha biror narsa qilamiz, xohlashsa ham, xohlamasalar ham. Aks holda Rossiya va Xitoy uni egallaydi. Bizning qo'shnimiz Rossiya yoki Xitoy bo'lmaydi, dedi u. Prezident AQShning Grenlandiyada 1951-yildan buyon harbiy ishtiroki borligini tan olgan bo'lsa-da, bu yetarli emasligini ta'kidladi. Uning fikricha, faqat egalik orolni to'liq himoya qilish imkonini beradi.
ijara bilan himoya qilinmaydi, egalik bilan himoya qilinadi. Agar biz bunga qo'l urmasak, Xitoy yoki Rossiya qiladi, dedi Tramp. Ma'lum qilinishicha, Oq uyda Grenlandiyani AQSh nazoratiga o'tkazish bo'yicha turli variantlar muhokama qilinmoqda. Ular orasida harbiy kuch ishlatish ehtimoli va Grenlandiya aholisiga moliyaviy to'lovlar evaziga Daniyadan ajralib chiqish takliflari ham bor. Yevropa davlatlari va Daniya bu bayonotlarga keskin munosabat bildirib, Grenlandiya taqdiri faqat Daniya va orol aholisining qarori ekanini ta'kidlamoqda. Vladimir Putin siyosati qat'iylashmoqdami? Migrantlar salomatligi orqali nazorat kuchaytirilyaptimi? Rossiya Federatsiyasi mehnat muhojirlari uchun majburiy tibbiy ko'rik tadbirlari kuchaytirilmoqda. Bu haqda Rossiya Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin ma'lum qildi. Yangi tartiblarga ko'ra, Rossiyaga 3 oydan ortiq muddatga kelgan chet el fuqarolari majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishlari lozim bo'lgan muddat 90 kundan 30 kungacha qisqartiriladi. Tibbiy muassasalari tekshiruv natijalarini Rossiya Ichki ishlar vazirligiga, yuqumli kasalliklar aniqlangan taqdirda esa Rospotrebnadzorga taqdim etishi shart bo'ladi. Mazkur chora-tadbirlar qonunbuzarlik holatlarini aniqlangan taqdirda migrantlarni tezkor tartibda mamlakatdan chiqarib yuborish imkonini yaratishga qaratilgan. Majburiy tibbiy ko'rikdan o'tmagan shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik choralari, jumladan jarima va sud qarori asosida deportatsiya qo'llanilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, migrantlarning sog'lig'i holatiga oid hujjatlarni qalbakilashtirish jinoyat deb baholanadi. Vyacheslav Volodinning ta'kidlashicha, ushbu choralar migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirish hamda jamoat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Isroil va Hamas G'azodagi janglarni tiklashi mumkin. BCG. Isroil va Hamas harakati G'azo sektorida jangovar harakatlarni qayta boshlashga tayyorlanmoqda. Bu haqda Isroil va Birlashgan Arab Amirliklari rasmiylariga tanib The Wall Street Journal xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Hamas AQSh prezidenti Trampning tinchlik rejasi doirasida tuzilgan kelishuvga qaramay qurolsizlanishdan bosh tortmoqda. Shu sababli Isroil armiyasi falastinliklar istiqomat qiladigan qirg'oq hududida yangi quruqlikdagi harbiy operatsiya o'tkazish rejasini ishlab chiqqan. O'z navbatida Hamas harakati urush paytida yo'qotilgan harbiy salohiyatini tiklamoqda. Gap vayron bo'lgan tunnel infratuzilmasini ta'minlash haqida bormoqda. Hamas moliyaviy mablag'lar olib, a'zolariga muntazam to'lovlarni qayta yo'lga qo'yganini ta'kidladi. Shunga qaramay, Hamas G'azodan tashqarida yangi qo'mondon saylanganidan so'ng qurolsizlanish masalasidagi pozitsiyasini o'zgartirishi mumkin. Nomzodlar orasida qurolsizlanishga qarshi bo'lgan Halil al-Hayya, shuningdek nisbatan mo'tadil qarashlari bilan tanilgan Xolid Mash'al ham bor. G'azodagi urush 2023 yil 7-oktyabr kuni Hamas boshchiligidagi guruh Isroilga hujum uyushtirganidan so'ng boshlandi. Yahudiy rasmiylari bu hujumda taxminan 1200 kishi halok bo'lgani, 251 kishi o'g'irlab ketilganini ma'lum qildi. Isroilning javob hujumlarida halok bo'lgan falastinliklar soni 71 mingdan oshgan. Ularning aksariyati tinch aholi vakillari hisoblanadi. Tankerlar Venesuela suvlarida AQSh taqibidan ommaviy qochmoqda. Nashr sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar tahlili va ismi oshkor etilmagan amerikalik harbiy bilan suhbat asosida shunday xulosaga keldi. Ushbu kemalarning aksariyatiga neft yuklangan. Ular quruqlikdan yuzlab mil uzoqda joylashgan va aftidan Sharqqa, Afrika va Yevropaga yo'l olgan, deb yozdi nashr. Tankerlar o'tgan dam olish kunlari Venesuela suvlarini ommaviy ravishda tark etib, qamalni chetlab o'tishga harakat qilmoqda. Ishtirok etgan 16 ta kemadan faqat bittasi M. Sofia Karib dengizida Amerika kuchlari tomonidan to'xtatildi. Qolgan 15 ta tankerdan 4 Atlantik okeanida sharqqa qarab yo'l oldi. Quruqlikdan kamida 400 mil uzoqlikdan ko'ringan 5 ta kemadan iborat ikkinchi guruh Karib dengizi orqali harakatlanayotganda aniqlangan. Sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarga Atlantik orqali suzib ketayotgan tankerlar tomon yo'l olgan Amerika esminetsi ham tushib qolgan. Bitta tanker yana Kolumbiya qirg'oqlarida paydo bo'ldi. Qolgan 5 ta kemaning qayerdaligi hozircha noma'lum. Neft tortilgan tankerlardan kamida bittasi Veronika shu hafta o'z nomini Galileo deb, bayrog'ini esa Rossiya bayrog'iga o'zgartirdi, deya ta'kidlaydi nashr. Isroil 10 yil ichida AQSh harbiy yordamiga muhtoj bo'lmaydi. Netanyahu. Isroil bosh vaziri Netanyahu mamlakat yaqin 10 yil ichida AQShning harbiy yordamidan voz kechishini va o'zini mustaqil ta'minlashini istashini aytdi. Bu haqda uning 9-yanvar kuni e'lon qilgan intervyusiga tayanib Al Arabiya xabar berdi. Washington G'azoda Hamasga qarshi urush olib borayotgan Isroilga
10 millionlab dollarlik harbiy texnika sotishni ma'qullagan edi va ikki davlat o'rtasidagi mudofaa aloqalari 10 yilliklarga borib taqaladi. Shunga qaramay Netanyahu The Economist nashriga bergan intervyusida prezident Tramp bilan uchrashuvimda Amerikaning yillar davomida bizga ko'rsatgan harbiy yordamini yuksak qadrlashimizni aytdim. Ammo Isroil ham yetarlicha yuksaldi. Aql bovar qilmaydigan salohiyat shakllantirdi. Iqtisodiyotimiz tez orada 10 yil ichida 1 trillion dollarga yetadi. Shundan so'ng men keyingi 10 yillik ichida harbiy yordam olishni bosqichma-bosqich kamaytirmoqchiman. May oyida Netanyahu va AQSh prezidenti Donald Tramp o'rtasidagi munosabatlar taranglashgan bir paytda Isroil bosh vaziri mamlakat oxir-oqibat Amerika yordamida ayrilishi kerakligiga shama qilgan edi. Sentyabr oyidagi munozarali nutqida esa u Isroil tobora yakkalanib borayotganini va super Sparta yondashuvini qabul qilish kerakligini aytgan. Ushbu so'zlar keskin e'tirozlarga sabab bo'lgach, Isroil rahbari bu bilan mudofaa sanoatini nazarda tutganini, mamlakat yetkazib berishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan to'siqlarning oldini olish uchun o'zini ta'minlashga o'tishi shartligini tushuntirgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.